Assalomu alaykum aziz sportchilar. Beshariq tumani Bek karate klubi sportchilari. Mana shu Farg'ona viloyati Beshariq tumanida Bek karate klubi ochilgan. 2004-yilda Adliya vazirligidan o'tgan. Shu vaqtgacha klubimizda 10 minglab yoshlar karate sport bilan shug'ullanib, hozirgi kunlarda mana juda ko'plar yaxshi vatanimizga, yurtimizga naf tegadigan insonlar yetishdi. Bundan biz minnatdormiz. Shunday sharoitni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Mana sport kundan kunga rivojlanib boryapti. Zamonaviy zallarda Bek karate klubi sportchilari muntazam sport bilan shug'ullanib boryapti. Bu avlod mana shu O'zbekiston yoshlari juda ham bir baxtli. Hammasi mana zamonaviy sport zalida shug'ullanib, O'zbekiston Respublikasiga o'tkazilgan turnirlarda, xalqaro turnirlarda O'zbekiston chempionatlarida qatnashib, tumanimiz sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Mana shu bugun yig'ilgan kunimiz shogirdim qora belbog' ikkinchidan sohibi Jasurbek Hasanov, O'zbekiston karate milliy federatsiyasining ikkinchidan qora belbog' sohibi shogirdimda mana shuncha biz bilan birga yurib murabbiylik faoliyatida yurganligi uchun arzimas Bek karate klubi nomidan bugun sovg'a topshiramiz. Shogirdimga degan bitta arzimas sovg'amiz bor, mana Batiz sovg'asini beramiz. Jasurbekka qarsaylar ostida. Mana shu yaqinda qo'llab-quvvatlab keladigan tumanimizdagi tadbirkorlarga, tumanimiz hokimiga minnatdorchilik bildiramiz. Viloyat hokimiga mana yaqinda viloyatimiz hokimining qarori chiqdi. Xususiy klublarni rivojlantirish bo'yicha juda ham zo'r qarorlar chiqdi. Mana shu xususiy klublarda mana kundan kunga bolalar soni ko'payyapti. Hammalarga rahmat. Shogirdimga ham omadini bersin. Mana shu Beshariq tumani yoshlarini shug'ullantirib, chiniqtirib, sog'lom qilishda charchamasin. Avtomashina muborak bo'lsin.